Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, okalar. Ancha ikisi chiqqaniga ko'p bo'lmadi, lekin xalqimizni ko'ngildan tobora chuqur joy egallamoqda. Ushbu mahsulotimiz barcha turdagi pashshalar, tarakanlar, chumollar va har qanday turdagi ektoparazitlarning hayotiga nuqta qo'ya qolmasdan, balkim chiroyli ifori bilan ham esda qolmoqda. Ancha ikisini esingizdan chiqarmang. Xullas, okalar, bundan buyog'iga yoz kunlarida novektolarni, bitganlarga qarshi vositalarimizni va ushbu turdagi mahsulotlarimiz, effektlarimizni ham eslatib o'tsam, ushbu mahsulotlarimizni 1 litr suvga an'anaviy holatda tayyorlanadi va yuza qatlamlari ko'p bo'lgan joylarga effektni seping. Agar sizga sharoit mana buni taqozo qilsa, albatta ancha ham ishlatib ko'ring. Bu mahsulotimizning xususiyati juda ham ajoyib va effektiga hozirgacha layklarni bosishmoqda. Xullas, okalar, yana aytadigan mahsulotimiz T35 xaridor yo'lida. T35 mahsulotimizni aytib o'tsam, agar sizda oshxona yoki molxona joyingiz katta bo'ladigan bo'lsa, T35 ni tavsiya qilamiz. Issiq kunlar yaqinlashmoqda, okalar. Tarakanlarni, pashshalarni tez yo'qotish kerak. Bu axir poklik eng kerakli narsa emasmi? Esingizdan chiqarmang. Ushbu mahsulotlarimizni barcha turdagi vet aptekalardan, zon magazinlardan va yemxonalardan so'rashingiz mumkin bo'ladi va magazinchi okalarimizni, vet aptekasi bor ukalarimizni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Originallari faqat bizda. Esingizdan chiqarmang. Novomix chorvangizga baraka.